Bu Viktor tog'a. Bilganlar biladi, bilmaganlar ham bilmaydi. Bu bizning maqsadimiz. Shu odamlarni o'ldirishim kerak. Bugun Viktor tog'a Krisalar shahrini qutqarganini ko'rib chiqamiz. U mashq qildi. Bu mashqda mana ularni bo'ynidagilarni urish kerak edi. Haykalchalarni qani u harakatni boshladi. U birinchi haykalni urib tushirdi va ikkinchi haykalni ham urib tushirdi va uchinchi haykalni ham urib tushirdi. Shunday qilib hammasini urib tushirib, yangi missiyaga o'tdi va u Krisalar shahriga yetib keldi. Keyin esa u birinchi bo'lib qo'liga zarba berdi. Undan keyin boshiga, keyin tizzasiga zarba berdi. Keyin bo'yniga zarba berdi va u qutqaraman deganda bitta oxirisi qolib, u Krisasini salab olaman deganda u amakijon uni olib Viktor tog'ani yutib yubordi va Viktor tog'a pastga tushib, oshqozonni tubiga tushib turib, defga aylanadigan ikonni olib, defga aylanaman deganda sherigi defga aylanib oldi va uni yelkasiga chiqdi va sherigi bilan birga qonunni buzib va Viktor tog'a o'zining shahrini qutqardi.